Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. SSR davrida oliygoh, texnikum, bilim yurti yoki boshqa kunduzgi ta'lim muassasasida o'qigan pensionerlar uchun pensiya hisobida kutilmagan imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Bu mavzu bevosita pulga, pensiya miqdoriga va ko'p yillik mehnatingiz to'g'ri baholanishiga bog'liq. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta hujjat, bitta ariza yoki bitta arxiv ma'lumotnomasi sizning pensiyangiz qayta ko'rib chiqilishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar siz yoki yaqinlaringiz SSSR davrida o'qigan bo'lsa, ayniqsa 1906, 1907, 1960 yillarda institut, universitet, texnikum, peduchilishi, kasb hunar bilim yurti yoki boshqa kunduzgi o'quv muassasasida ta'lim olgan bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing va bu videoni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki pensiya yoshidagi tanishlaringizga yuboring. Chunki ko'pchilik odamlar o'z pensiyasida ayrim yillar hisobga olinmaganini bilmay yuribdi. Men ko'p yillardan beri pensiya hujjatlari, mehnat staji, arxiv ma'lumotlari va qayta hisoblash masalalarini kuzatib kelaman. Eng ko'p uchraydigan holatlardan biri shuki, odam SSSR davrida kunduzgi o'qigan, keyin uzoq yillar ishlagan, pensiyaga chiqqan, lekin pensiya tayinlanayotganda uning o'qigan yillari umuman inobatga olinmagan bo'ladi. Ba'zan bu xodimning aybi emas. Ba'zan pensiya bo'limi o'sha paytda hujjat talab qilmagan. Ba'zan diplom bor, lekin o'qishga kirgan va tugatgan sanani tasdiqlovchi buyruq nusxasi yoki arxiv ma'lumotnomasi bo'lmagan. Natijada odamning umumiy staji kamayib ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Avvalgi davrda, ya'ni SSSR davrida ta'lim va mehnat tizimi hozirgidan boshqacha ishlagan. Ko'plab yoshlar maktabdan keyin texnikumga, institutga yoki kasbga tayyorlovchi bilim yurtlariga kirgan. Kunduzgi bo'limda o'qigan talabalar ko'pincha davlat tomonidan yuborilgan, stipendiya olgan, o'qishni tugatgach taqsimot bilan ishga joylashtirilgan. Shuning uchun o'sha davrda o'qish davri ko'p hollarda mehnat faoliyati bilan uzviy bog'liq deb qaralgan. Bugungi pensiya hisobida esa har bir davr hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Agar hujjat bo'lmasa, men o'qiganman degan og'zaki gapning o'zi yetmaydi. Mana shu yerda asosiy yangilik yoki syurpriz shundan iboratki, SSR davrida kunduzgi ta'lim olgan ayrim pensionerlar o'z o'qish yillarini stajga qo'shtirish yoki oldin hisobga olinmagan davrlarni qayta tekshirtirish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Bu hamma uchun avtomatik ravishda pensiya oshadi degani emas. Lekin hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, pensiya ishida xatolik bo'lgan bo'lsa yoki o'qish davri umuman kiritilmagan bo'lsa, siz qayta hisoblashni so'rab murojaat qilishingiz mumkin. Avval odam pensiyaga chiqayotganda ko'pincha mehnat daftarchasini olib borardi. Mehnat daftarchasida ishga kirgan, ishdan bo'shagan, lavozim o'zgargan sanalar yozilgan bo'ladi. Lekin o'qish davri hamma vaqt ham mehnat daftarchasiga kiritilmagan. Masalan, odam 1975 yilda maktabni tugatib, 1976 yilda institutiga kirgan, 1970 yilda tugatgan. Keyin 1911 yildan ish boshlagan. Mehnat daftarchasida esa birinchi yozuv 1911 yildan boshlanadi. Pensiya hisobida faqat shu kundan keyingi ish staji olingan bo'lishi mumkin. Natijada 5 yillik kunduzgi o'qish davri chetda qoladi. Hozir esa pensionerlar ko'proq o'z hujjatlarini tekshiryapti. Elektron tizimlar, arxivga so'rov yuborish, davlat xizmatlari orqali ma'lumot olish imkoniyatlari kengaydi. Eng muhimi, odamlar meni pensiyam nega kam degan savolni ko'proq berishni boshladi. Men doim aytaman, pensiya miqdorini tushunish uchun faqat oxirgi ish joyi yoki oylik maoshga qarash yetarli emas. Staj ham, ish haqi davri ham, imtiyozli davrlar ham, harbiy xizmat, bola parvarishi, ta'lim davri kabi masalalar ham alohida tekshirilishi kerak. Masalan, bir pensioner 35 yil ishlagan deb o'ylaydi. Pensiya ishini ochib qarasa, unda 30 yil tekis oy staj hisoblangan. Nega? Chunki institutdagi 5 yil yoki ishga kirishdan oldingi texnikumdagi 3 yil hujjat bilan tasdiqlanmagani uchun kiritilmagan, yoki diplom bor, lekin unda kunduzgi bo'lim aniq yozilmagan, faqat mutaxassislik haqida diplom berilgan sana ko'rsatilgan. Pensiya organi esa aniq davrini so'raydi. Qachon o'qishga qabul qilingan, qachon tugatgan, qaysi bo'limda o'qigan. Buni ko'pincha arxiv ma'lumotnomasi tasdiqlaydi. Birinchi muhim qoida, o'qish davri haqida qolib ketganda odatda kunduzgi ta'lim alohida ahamiyatga ega. Agar siz sirtqi bo'limda o'qigan bo'lsangiz va shu davrda ishlab yurgan bo'lsangiz, bu holda stajga odatda ish davringiz kiradi.
sirtqi o'qishning o'zi alohida staj sifatida qo'shilishi masalasi boshqacha ko'rib chiqiladi va ko'p hollarda kunduzgi ta'lim kabi baholanmaydi. Shuning uchun hujjatda aynan kunduzgi bo'lim. O'shunday otdeleniye. Kunduzgi ta'lim shakli degan ma'lumot bo'lishi juda muhim. Ikkinchi qo'yda har qanday o'qish davri emas, aynan qonun va amaldagi tartibda e'tirof etiladigan ta'lim muassasalaridagi o'qish davri ko'rib chiqiladi. Oliy o'quv yurti, o'rta maxsus ta'lim muassasasi, texnikum, ayrim bilim yurtlari, tibbiyot yoki pedagogika bilim yurtlari, ba'zi professional tayyorlov muassasalari bo'lishi mumkin. Lekin qisqa muddatli kurslar, bir oylik o'quv seminarlari, oddiy malaka oshirish kurslari har doim ham umumiy stajga qo'shilavermaydi. Bu yerda hujjatning nomi ta'lim muassasasining maqomi va o'qish muddati hal qiluvchi ahamiyatga ega. 3-qo'yda. Pensiya qayta hisoblanishi uchun sizda faqat diplomning o'zi yetmasligi mumkin. Diplom muhim hujjat, lekin u hamma savolga javob bermaydi. Diplomda odatda bitirgan sana bor. Ammo pensiya hisoblashda boshlanish sanasi ham kerak. Masalan, siz 1970-yilda Toshkent Politexnika institutiga kirgansiz. 1993-yilda tamomlagansiz. Diplomda faqat 1993 yil yozilgan bo'lsa, 1970-yilni qanday tasdiqlaysiz? Shunda institut arxividan yoki huquqiy voris bo'lgan universitetdan ma'lumotnoma olinadi. Unda falonchi 1970 yil il sentabrdan 1933 yil o'timigacha kunduzgi bo'limda o'qigan deb aniq yozilishi kerak. Agar siz SSSR davrida o'qigan bo'lsangiz va pensiyaga chiqayotganingizda pensiya bo'limiga faqat mehnat daftarchasini topshirgan bo'lsangiz, albatta pensiya ishingizni tekshirtiring. Chunki mehnat daftarchasida o'qish davri bo'lmasa, u davr hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz juda kam bo'lsa, lekin siz uzoq vaqt ishlagan bo'lsangiz, bu ham tekshirish uchun sabab. Masalan, erkak kishi 6-yoshda pensiyaga chiqqan, o'zini 40 yil ishlagan deb hisoblaydi. Lekin pensiya miqdori minimal darajaga yaqin. Bunday vaziyatda ish haqi kam bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin staj noto'g'ri hisoblangan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Agar siz pensiyaga 10-15 yil oldin chiqqan bo'lsangiz, o'sha paytdagi hujjatlar to'liq yig'ilmagan bo'lishi mumkin. Avvallari ko'p odam nima bersa, shu deb yurardi. Hozir esa pensioner o'z pensiya ishidan ko'chirma so'rashi, staj qanday hisoblangani tekshirishi, yetishmayotgan davrlar bo'yicha ariza berishi mumkin. Agar siz SSSRning boshqa respublikasida o'qigan bo'lsangiz, masalan Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Ukraina yoki boshqa joyda ta'lim olgan bo'lsangiz, hujjatlarni topish biroz qiyinroq, lekin imkonsiz emas. Arxiv so'rovi yuboriladi. O'sha oliygoh hozir qaysi nom bilan faoliyat yuritayotganini aniqlash kerak bo'ladi. Ba'zi institutlar universitetga aylangan, ba'zilari qo'shilgan. Ba'zilarining arxivi davlat arxiviga topshirilgan. Agar siz pensiyaga chiqayotganda o'qish davringiz bo'yicha diplom, arxiv ma'lumotnomasi, buyruqdan ko'chirma va boshqa hujjatlarni topshirgan bo'lsangiz, pensiya ishingizda bu davr allaqachon hisobga olingan bo'lishi mumkin. Lekin men baribir tekshirishni maslahat beraman. Chunki hujjat topshirilgan bo'lsa ham hisob kitobda xato bo'lishi mumkin. Agar siz faqat sirtqi o'qigan bo'lsangiz va shu davrda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, asosiy e'tibor ish stajiga qaratiladi. Bu sizga hech narsa tegishli emas degani emas. Lekin o'qish yillari alohida qo'shiladi degan umid bilan murojaat qilishdan oldin hujjatlaringizni va holatingizni mutaxassis bilan tekshirib oling. Agar siz o'qish davrida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, masalan kunduzgi o'qish bilan birga mehnat daftarchasida rasmiy ish yozuvi bo'lsa, bir davr 2 marta staj qilib qo'shilmaydi. Ya'ni 1990 yilni ham o'qish sifatida, ham ish sifatida 2 yil qilib hisoblash mumkin emas. Bitta kalendar davr odatda bir marta hisoblanadi. Qaysi biri foydaliroq va qonunga mos bo'lsa, o'sha tartibda ko'rib chiqiladi. Birinchi misol, Farida opa 1928 yilda tug'ilgan. U 1970 yilda maktabni tugatib, 1976 yilda pedagogika institutining kunduzgi bo'limiga kirgan va 1980 yilda tugatgan. Keyin 1980 yildan 2013 yilgacha maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqanda unga 32 yil ish staji hisoblangan. Farida opa esa men institutda ham davlat hisobida o'qiganman, stipendiya olganman. Keyin taqsimot bilan ishga borganman deydi. Agar uning kunduzgi o'qish davri qonun bo'yicha stajga qo'shilishi mumkin bo'lsa va hujjat bilan tasdiqlansa, umumiy staj 37 yilga yaqinlashadi.
bu pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Ta'sir miqdori har bir holatda alohida hisoblanadi, lekin 5 yil stajning e'tibordan chetda qolishi jiddiy masala. Ikkinchi misol, Anvar aka 1906 yilda tug'ilgan, 1977 yilda texnikumga kirgan, 1971 yilda tugatgan. Keyin zavodda ishlagan. Pensiya tayinlanganda mehnat daftarchasida birinchi yozuv 1940 yildan bo'lgani uchun texnikumdagi 4 yil ko'rib chiqilmagan. Anvar akaning qo'lida faqat diplom bor. Pensiya bo'limi unga o'qish davrini tasdiqlovchi ma'lumotnoma olib keling deydi. U texnikum hozir kollejga, keyin boshqa muassasaga aylangan bo'ladi. Arxivga murojaat qiladi. Ma'lumotnomada 1977 yil 1 sentabrdan 1920 yil 25 kungacha kunduzgi bo'limda o'qigan deb yoziladi. Shundan keyin u qayta hisoblash bo'yicha ariza beradi. Agar huquqiy asos mavjud bo'lsa, pensiya ishi qayta ko'riladi. Uchinchi misol. Malika opa tibbiyot bilim yurtida 3 yil o'qigan. Keyin hamshira bo'lib 3 yildan ortiq ishlagan. Pensiya miqdori past. Tekshirilganda bilim yurtidagi o'qish davri emas, faqat ish davri kiritilgani aniqlanadi. Bu yerda muhim savol, o'sha bilim yurti qaysi maqomda bo'lgan, ta'lim kunduzgi bo'lganmi? Diplom va arxiv ma'lumotnomasi bormi? Agar bular tasdiqlansa, u ham stajni qayta tekshirtirishga haqli bo'lishi mumkin. 4-misol. Rustam aka Moskvada institutda o'qigan, lekin diplomni yo'qotgan. U endi hech narsa qilib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida bunday emas. Diplom yo'qolgan bo'lsa ham arxivda talabalar qabul qilingan buyruqlar, bitirish buyruqlari, shaxsiy varaqalar, baholar qaydnomalari saqlangan bo'lishi mumkin. U institutning hozirgi nomini topadi. Rasmiy so'rov yuboradi. Pasport ma'lumotlari va o'qigan yillarini ko'rsatadi. Agar arxiv javob bersa, u hujjatni tarjima va tasdiqlash talablari bo'yicha tayyorlab pensiya organiga taqdim etadi. Eng katta xatolardan biri shuki, odamlar men o'qiganman, demak pensiyam albatta oshadi deb o'ylaydi. Men buni to'g'ri tushuntirib qo'ymoqchiman. O'qish davri stajga qo'shilishi mumkin bo'lgan holat bor, lekin bu avtomatik oshirish degani emas. Pensiya miqdori bir necha ko'rsatkichga bog'liq. Umumiy staj, ish haqi, pensiya turi, tayinlangan sana, minimal va maksimal cheklovlar, amaldagi qonunchilik. Ba'zan staj qo'shiladi, lekin pensiya miqdori juda o'z-o'zigaradi. Ba'zan esa sezilarli farq beradi. Shuning uchun aniq hisob-kitob pensiya ishi asosida qilinadi. Ikkinchi nozik jihat hujjatdagi ism familiya farqi. SSR davridagi hujjatlarda ism ruscha yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, Muhammad o'rniga Muhammad, Gulchehra o'rniga Gulchehra, To'xtasin o'rniga To'xtasin yozilgan bo'ladi. Ayollarda esa turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan. Pensiya bo'limi hujjatlar bir kishiga tegishli ekanini tasdiqlashni so'rashi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi yoki arxiv ma'lumotida tug'ilgan sana ko'rsatilishi yordam beradi. Uchinchi nozik jihat, o'qishning uzilishi. Masalan, odam 1970 yilda institutga kirgan, 1980 yilda akademik ta'til olgan, 1991 yilda qaytgan, 1994 yilda tugatgan. Bunday holatda butun 6 yil avtomatik staj bo'lib ketmaydi. Akademik ta'til sababi o'qish davom etgan davrlar chetlatilgan yoki qayta tiklangan sanalar alohida ko'rib chiqiladi. Arxiv ma'lumotnomasida barcha buyruqlar aniq ko'rsatilgani yaxshi. 4-nozik jihat, harbiy xizmat va o'qish davri ustma-ust kelishi. Ba'zi erkaklar avval institutda o'qigan, keyin armiyaga ketgan, keyin qaytib o'qishni davom ettirgan. Bunday holatda harbiy xizmat davri ham, o'qish davri ham hujjat bilan ajratib ko'rsatilishi kerak. Harbiy bilet chaqiruv sanasi zaxiraga bo'shatilgan sana. Institutga qayta tiklangan sana muhim. 5-nozik jihat, sobiq SSSR respublikalaridan olingan hujjatlar. Agar ma'lumotlar boshqa davlatdan kelgan bo'lsa, uning rasmiyligi, muhri, imzosi kerak bo'lsa tarjimasi tekshiriladi. Ayrim hollarda apostil yoki konsullik tasdig'i masalasi chiqishi mumkin. Lekin hamma hujjat uchun ham bir xil talab bo'lmaydi. Shuning uchun hujjatni olib kelishdan oldin pensiya organidan aynan qanday shaklda kerakligini so'rab oling. 6-nozik jihat, qayta hisoblash qaysi sanadan qilinadi. Ko'pchilik agar 10 yil oldin xato bo'lgan bo'lsa, 10 yillik farqni hammasini berishadi deb o'ylaydi. Amaliyotda qayta hisoblash sanasi ariza berilgan vaqt, hujjat taqdim etilgan vaqt va qonundagi tartibga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun hujjatlarni kechiktirmaslik kerak. Bugun bilib 1 yildan keyin murojaat qilsangiz,
o'sha bir yilni yo'qotishingiz mumkin. Birinchi qadam pensiya ishingizni tekshiring. Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki vakolatli pensiya organiga murojaat qilib, pensiyangiz qanday staj asosida hisoblanganini so'rashingiz mumkin. Menga umumiy mehnat stajim necha yil, necha oy, necha kun qilib hisoblanganini tushuntirib bering deb yozma yoki og'zaki murojaat qiling. Iloji bo'lsa, yozma murojaat qiling. Chunki yozma murojaatga rasmiy javob beriladi. Ikkinchi qadam. O'qish davringiz hujjatlarini yig'ing. Sizga diplom ilovasi, talabalik guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, o'qishga qabul qilingan va o'qishni tugatgan sanani tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Eng yaxshi ma'lumotnoma quyidagicha bo'ladi. Unda sizning familiya ism, otangizning ismi, tug'ilgan sana, ta'lim muassasasi nomi, fakultet yoki bo'lim, ta'lim shakli qabul qilingan buyruq raqami va sanasi. Bitirish buyruq raqami va sanasi, o'qish boshlanishi va tugash sanasi aniq yoziladi. Uchinchi qadam, agar ta'lim muassasasi hozir yo'q bo'lsa, uning huquqiy vorisini toping. Masalan, Toshkent davlat pedagogika instituti hozir boshqa nomda bo'lishi mumkin. Texnikum kollej boshqa markazga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Bunday ma'lumotni internetdan, ta'lim vazirligi tizimidan, viloyat arxividan yoki o'sha muassasaning hozirgi binosidan so'rab aniqlash mumkin. To'rtinchi qadam, arxivga so'rov yozing. So'rovda aniq yozing. Men falon yillarda falon ta'lim muassasasining kunduzgi bo'limida o'qiganman. Pensiya hujjatlari uchun o'qishga qabul qilingan va tugatgan sanalarim, ta'lim shaklim, buyruq raqamlari ko'rsatilgan arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. Pasport nusxasi, diplom nusxasi, agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi nusxasini ilova qiling. 5-qadam, hujjatni olgach, pensiya organiga qayta hisoblash uchun ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin. Mening pensiyam tayinlanganda SSR davrida kunduzgi ta'lim olgan davrim hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Ilova qilingan arxiv ma'lumotnomasi asosida pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingiz va stajimni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga diplom va arxiv ma'lumotnomasi nusxalarini qo'shing. Aslini ko'rsatishga tayyor bo'ling. 6-qadam, javobni albatta yozma oling. Agar pensiya organi bu davr qo'shilmaydi desa, sababini yozma tushuntirib berishini so'rang. Javobda qaysi norma, qaysi sabab, qaysi hujjat yetishmagani ko'rsatilishi kerak. Shunda siz keyingi harakatni aniq bilasiz. Qo'shimcha hujjat olib kelasizmi? Yuqori tashkilotga murojaat qilasizmi? Yoki huquqiy maslahat olasizmi? 7-qadam. O'zingiz hisob kitob qilmang, lekin raqamlarni nazorat qiling. Masalan, siz 1976 yil 1 sentyabrdan 1980 yil 30 iyungacha o'qigansiz. Bu taxminan 4 yil 10 oyga yaqin davr. Agar pensiya organi faqat 2 yil qo'shsa, nima uchunligini so'rang. Ehtimol bir qismi boshqa davr bilan ustma-ust tushgandir. Ehtimol hujjatda uzilish bordir. Ehtimol xatolik bo'lgandir. Pensionerning eng katta kuchi hujjat va savol berish huquqidir. Yana bir muhim maslahat, barcha hujjatlarning nusxasini o'zingizda saqlang. Arxiv ma'lumotnomasini topshirsangiz, nusxasiga qabul qilingan sana va mas'ul xodim belgisini qo'ydiring yoki ro'yxatdan o'tgan raqamini yozib oling. Chunki keyin hujjat topshirilganmi, yo'qmi degan tortishuv bo'lmasligi kerak. Agar ota-onangiz yoki keksa qarindoshingizning hujjatlari eski sandiqda, papkada, diplom qopqog'ida yotgan bo'lsa, ularni birma-bir ko'rib chiqing. Ko'pincha eng kerakli ma'lumot oddiy ko'rinadigan qog'ozda bo'ladi. Masalan, spravka об обучении, выписка из приказа, личная карточка студента, распределение na работу kabi hujjatlar pensiya masalasida foyda berishi mumkin. Bugungi mavzuning mazmuni shuki, SSR davrida kunduzgi ta'lim olgan pensionerlar o'z pensiya ishini tekshirtirishi kerak. Chunki o'qish davri ayrim holatlarda stajga ta'sir qilishi, oldin hisobga olinmagan yillar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin hamma narsa hujjatga bog'liq. Diplom, arxiv ma'lumotnomasi, ta'lim shakli, o'qish sanalari va pensiya organining rasmiy hisob kitobi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Pensiyangizni shunday bo'lsa kerak deb tashlab qo'ymang. Pensiya bu sizning yillab qilgan mehnatingiz natijasi. Agar 3 yil, 4 yil yoki 5 yil staj e'tibordan chetda qolgan bo'lsa, buni aniqlashga haqlisiz. Bugunoq hujjatlaringizni ko'ring, pensiya bo'limidan stajingizni so'rang. Arxiv ma'lumotnomasini oling va kerak bo'lsa qayta hisoblash uchun ariza bering. Siz yoki yaqinlaringiz SSSR davrida qayerda o'qigansiz?
institutmi, texnikummi, pedagogika yoki tibbiyot bilim yurtimi? Pensiyangizda o'qish yillari hisobga olinganmi yoki yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Keyingi videolarda pensiyani oshirishga ta'sir qiladigan boshqa yashirin staj davrlari haqida ham batafsil gaplashamiz.